Ko'pala kremlarni ishlatasiz, poralar ko'rinadi. Yuzingizga foyda bermaydi. Nifiga себе. Allo, onam. Bu yerda 19 ni o'rtog'i so'rayapti. Nimaga shuncha ovqat qilsangiz ham yuzingizda sezilmaydi? Nima deysiz? Abba, shuncha yoshga kirib ham lohlarga javob qaytarishni o'rganmadingmi? O'g'il bola yozibdi-da, tag'in o'zi bilan o'rtog'i ikkita like qo'shibdi. Ha, o'g'il bolaga katta ayolni poralarni kovlashga balo bormi? Ha, chuqurroq kovlamabdi-da. Может, o'ziga ish topardi. Bechora bolalari ko'chada och yurgandi. Dadasi kommentlarda insho yozguncha. Shoshmay yozib oling. Sen yozavermasdan 20 yoshingdagi rasmlaring ko'rsat. Men hozirni ko'rsat. O'tgan yilgini ham ko'rsat. Keyin hozirgini ko'rsat. Qip-qizil jinni bo'lganman degan Marusa. Nima deysiz? Sen gaplarim yozavermasdan undan ko'ra tinchlantiradigan maskani retseptini yozib ol. Короче, centella choy bilan romashkan choyini damlaysan. Sovigandan keyin vatniy diskga botirasan. Keyin ustidan centella bilan chaynak derivani ekstraktini tomizasan. Keyin yuzingga legodaka terib chiqasan. Shunaqa? Marusadan battar bo'lib qolding. Undan ko'ra Valdermadan chaynak deriva va centellali sivritkasini olgin-da. Ertalab ham kechqurun ham ishlat. Ichidagi barglarni ko'ryapsanmi? Ha, mana shu yashil o'tlar. Terida erib ketadi. Kim bola yashil rangli o'tlar qizil teringni neytrallashtirib beradi. Voy, onam, даже asablarim ham spokойniy bo'lib qoldi. Конечно, sen menga o'zi quloq solmaysan. Aytaman-u senga. Bitta tutsang hammasi o'tib ketadi. Onam tug'ish yuzimga nima aloqasi bor? Hamma bola shundan o'zi. Mani yoshimga yetsang tushunasan.